Cho'tqara kottejlari sizga torlik qildi, xonasi yoki kamlik qildi yoki maydoni kichiklik qildi. Men sizga 8 sotixdan iborat cho'tqara kottejlarining yonida joylashgan, mana ko'rib turganlaringiz cho'tqaraning yo'lni yaqinidagi bitta hovliga olib kelganman. Hurmatli kuzatuvchilar, 8 sotixdan iborat hamda 6 ta xonasi bor bo'lgan hovlini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Hovlining tashqi fasadlari 20 metr hamda ichkariga qarab ketgan. Tashqi fasadda ishlar qilingan, faqatgina bitta darvozani almashtirib olsangiz bo'ldi. Keling, ichkari taraflarini ko'rsatib o'tamiz, marhamat. Xonadonimizda remont holatlari juda ham chiroyli holatda qilingan. Yana ham ozroq ishlari bor, keyinchalik qilsangiz ham bo'ladi, lekin sharoitlari bor. Ko'rib turibsizlar, travertin qilib qo'yilgan holatda bu tarafda kattagina mehmonxona qismi joylashgan. Video kadrini qo'yib ko'rsatamiz. Bu tarafda ichma-ich yana ikkita xonamiz, jami mana shu korpusda 3 ta xonani o'zi hamda bu tarafdagi korpusimizda yuvinish xonasi va yana ikkita xona mana shu yerda o'zida joylashgan. Bu tarafda kattagina yashil maydon, yana qurilishda davom ettirsalaringiz bo'ladi bu burchakdan. Xo'p, o'tirib dam oladigan joyi va mana bu yerda kattalar yotoqxona qismi. Remontlar juda ham chiroyli qilingan hamda bu tarafda oshxona qismi mavjud. Kotyol o'rnatilgan, oshxonada barcha sharoitlar yaratilgan. Jihozlar kelishuvga asosan qoladi. Ushbu xonadonimiz ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. 1 milliard 100 million so'm bilan egalar bilan savdolashib qo'ydik. Yana ham ozroq ustida o'tib beraman deb aytibdilar. Pul zarur bo'lganligi sababli. Demak, 8 sotixdan iborat 6 ta xonadan tashkil topgan cho'tqara kottejlarining yo'liga 50 metr ichkarida joylashgan ushbu hovlimizning narxi 1 milliard 100 million so'm bilan sotuvga chiqaramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda o'zimizning raqamlarimizni to'liq ma'lumot uchun qoldiramiz. Navoiy Uy baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, shunaqa yaxshi xonadonlarni arzon narxda savdolashilgan holatda doimo ko'rib borasiz.